Vay. 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 Captiva 4 kelib qoldi e'lonimizga. Captiva 4. 4 bu uchlik motor. Mana bu mashinalar bilan bemalol toqqa chiqib ketsangiz bo'ladi. Yo'l tanlamas. Chunki da bu avvalda onlay orqa tortadi. Uchlik motorda boshqa 2-4larda faqat oldi tortadi, arqa tortmaydi. Avvalda mavjud emas. Mana bunda haqqoniy tog'di mashina deb aytsa bo'ladi. Vay, yurishlari ham zo'r, gazchalari ham bor. Foqa qilib tashlayman. Qalay bo'pti? Bo'ptimi? Garista Uz. Nomerimiz 98 200 0301. 90lik 199 98 77. E'lon berish uchun telefon qilasiz. Ko'proq mana nomerga telefon qiling. Men o'qamola. Xo'sh. Zamzam. Mana shu yerda tursin. Chunki hozir og'iz ocharga ham kamgina vaqt qoldi. Holatga baho bering. Kraskasi tozami? Toza? Kraska. Top toza deyaptilar. Bitta balonchi. Kraskasi top toza ekan, 1 gram petno mavjud emas ekan. Petno. 4 bu. 16-yil. Ko'pchilik aynan Captiva 4 mana shunaqasi uchlik motorni qidirib yuradi. Uchlik motor, chunki bularda avvalda bor. Mana motori, marhamat. V6, BTT, mana. Kapot holatlari. Mayda bitta ikkita tosh tekkan, nomerchasi ham takoy, nejni balonlar qo'yilgan. Mana. Mana shunday yulib tashladim. Yulib ham ekan. Kechir. Egashqilma. Uzar. Mana sizga. Masofasini o'zi aytaman, bitta 1 minut. Yo, Alloh qudratingdan. 118 ming masofa bosib o'tibdi. 118. Juda xunuk raqamlar. Salonchi. Voy, salafon chaladi. Nima bu? Ha, siz bilan Karistaga iftorlik qilish uchun iftorlik olib kelgansiz. Ha, iftorlik qilish uchun iftorlik olib kelganlar salafanchalarda. 14 ming dollardan ham pastiga tushirib qo'ydim. 14 arqada mashina. Uzr. 14 ming dollardan ham pastiga tushirib qo'ydim. 2016-yilda ishlab chiqarilgan Captiva 4 uchlik. Kraskalar absolutno top-toza dedilar, yana ko'rib tekshirib olasizlar. 118 ming masofa bosib o'tgan. Yana gaz ham qo'yib qo'yganlar. Narxi 13.950 dollar, yana savdosi bor. 13.950 dollar bemalol yaxshi qilsangiz bo'ladi. Bo'lsing sog' bo'ling. Vay. Captiva 4 kelib qoldi e'lon.